Kvartirani necha berasiz shunda? 300. Necha berar ekan? 330. Kelishtirib bersin. Az. Kelishtirmaysizmi? 280. Az. Ichinde evajlari bilan 350 deb beradik. Yaxshi, roziman. Az. Klient rozi. 10 million maklisga ham berasiz. Rozi. Az. Klient rozi bo'ldi. 350 baraka, 10 million maklisga ham berasiz. Roziman. Yurtdoshlar, sizlar shunday vaziyatlarga tushishni xohlamasangiz, ya'ni sotuvchi va oluvchining o'rtasidagi vaziyatlar tushishni xohlamasangiz, sizlarga Xorazmda yagona bo'lgan litsenziyaga uy-joy agentligini tavsiya qilaman. Yakuv House uy-joy agentligi faqat shartnoma asosida ishlaydi. Sotuvchining ham hujjatlarini tekshiradi, oluvchining ham masalan sotib oluvchining ham qobiliyatlarini tekshirgan holda, kredit chiqarami, nalichiya chiqarami, hamma narsasini tekshirgan holda sizlarga uy-joylarni tavsiya qiladi. Ya'ni hech qanday yuridik muammolarsiz bizlar bilan ishlasangiz bo'ladi. Yakuv House pastda reklamasini qoldiramiz, bemalol murojaat qilavering.